Assalomu alaykum, hurmatli biz obunachilarimiz. Mana keyingi haypiy fasonda eshiklarimiz tayyor bo'ldi. Mokriy rangda bo'lgan. Qalin 08 lik, xudo xolasa o'ta go'zal va sifatli chiqqan. Bularimizni kelsak, mana xudo xolasa razmerlar kelsa 120 ga 210. Bularimiz 90 ga 210 razmer bo'lgan. Bularimizni kvadratini 800 ming so'mdan qilib berdik. Xudo xohlasa ishlarimiz yoqqan bo'lsa, albatta bittadan like tugmasini bosib, kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xohlasa o'ta go'zal va sifatli chiqqan. Mana rezinkalari bor. Xudo xohlasa shunchalar ichida bo'lgan. Mana oynalari ham tonirovka aynali bo'lgan. Tonni germetiklangan. Zamoylari ham xudo xohlasa original zamoy. Mana kalitlari ham 4 talik, 5 talik bo'ladi. Oshxona boshlari ham bitta xonadiga 4 tadan qo'yib berganmiz, xudo xohlasa. Laklari ham polmatik lak sepib berganmiz. Xudo xohlasa Zaxsu eshiklardan ancha farq qiladi. Ular qo'lda ishlangan. Ponni rekalari ham butun to'qilgan. Korobkalari ham mana yog'ochdan qilingan, MDF. Bundan tashqari yog'ochdanmi, akfadanmi, qanaqa eshiklar kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Nomerlar pastda qoldiramiz. Telegram maslahatlarimiz ishlayapti. Vodiy bo'yicha uстановkalarimiz tekin. Uzoqroq joyga bo'lsa kelishilgan holda o'rnatib uстановkalarni qilib beriladi, xudo xolasa. Nimaga qimmat desanglar, sifatli ish arzon bo'lmaydi, arzon ish sifatli bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa bitta o'rnatgandan keyin yana xudo xolasa stereo qilib berganmiz. Xudo xolasa yaqinlaringizga podversiya qilib qo'ysangiz, shunaqa eshiklar qidirayotgan bo'lsa, mana bemalol tortinmasdan bizga aloqaga chiqaradi. Ishlarni bitkazib zo'r qilib, xudo xolasa xonadoniga chiroq qilib borib o'rnatib, o'lchab berishlar tekin, xudo xolasa. Eshiklarga pul bersanglar bo'ldi. Telegram WhatsAppdan olsanglar, boshqacha dizaynlarimiz ham bor. Har xil ranglari bor. Krashinilari bor. Choko deysizmi, seri deysizmi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Biz Andijon viloyati Bulovoch tumani o'zida. Xudo xolasa kimgadir foydamiz tegib, xizmat qilsak, biz xursand bo'lamiz. E'tibor uchun kattagan rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.